Birinchi so'zi iqro, o'qi kalimasi bo'ldi. Astagfirullah. Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq, iqro va robbukal akram, allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Ey Muhammad, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan zotdir. O'qing. Sizning Parvardigoringiz insoniyatga qalamni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarni o'rgatdi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga juda ko'p buyruqlarni buyurdi. Namoz o'qi, roza tutib, sadaqa qil, ko'zingni tiy. Mana shu buyruqlarning ichida eng birinchi siz bilan bizga yuborgani